Hurmatli do'stlar, bugun xudo xolasa 2 komnatli Mir kafeni yanında, ya'ni Xorazm Palace Mir kafeni yanında sizlarga 2 komnatlini ikkinchi etajda jihozlari bilan sotiladi. Sotuvda ekan, xudo xolasa shu joyimizni sizlarga obzor qilib beramiz. Yana xudo xolasa yo'lni dik bo'yinda yo'rttirmoq deydi. Bu yonimiz bilan Mir kafe. Mir kafeni dik ustunda joylashgan ekan bu kvartiramizda do'stlar. Narxi ham ajoyib, ichidagi do'stlar podizimizga keldik. Podizimizda 4 xo'jalik bo'ladi ekan. Bismillahirrohmanirrohim deb girsak. Girgandan ko'rib turibsizlar, hammalarimiz oboy devorlarimiz. Girganda eshikimiz ham demir eshiklardan qo'llar to'shalib turibdi. Aziz yurtdoshlar. Şimdi bir prixoshkamiz, ya'ni birimiz samozel hojatxonamiz. Shu joyimizga like, podpisatsiya so'rab qolamiz aziz yurtdoshlar. Birimiz oshxonamiz. Oshxonamizda hamma narsamiz bor. Kir mashin deysizlarmi? Yana stiralniy mashinka и холодильникimiz ham turibdi, gaz plita hamma narsa turibdi. Yo'lni dik bo'yinda. Yo'lni bo'yindan so'rab bergan do'stlarimiz bo'lsa, shu joyimizni tarqatishga yordamlashib beringlar aziz yurtdoshlar. Yo'llarimiz oboy hammalar. Yanımıza gelemersek, xudo xolasa eshiklarimiz ham o'zgargan, almashtirilgan eshiklarimiz ham hozir zamonaviy eshiklardan. Bu yanımızda bir xonasi, ya'ni mehmonxonamiz bu. Yanımıza gelemersek, xudo xolasa konditsionerimiz ham bor ekan, bu yerimizda ochiq balkonimiz ham bor ekan. Yana ko'rib turibsiz, bir kafemizni dik ustida ekan. Lokatsiyada gap yo'q. Bu yanımız spalnisi. Birimiz spalniya yurtdoshlar. Spalniyamiz yurtdoshlar devorlarimiz oboy. Narxi ekranda yozib turadi. Do'stlar bo'lsa tarqatamiz. Xorazm Palace'dan Mir kafenidan so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa shu joyimizda tarqatishga yordamlashib ko'maklashinglar aziz yurtdoshlar. Like, podpisatsiya so'rab qolamiz aziz yurtdoshlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yana ko'chmas mulklarda ko'rishguncha deb qolamiz.